Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ichaklarni tozalaydigan, ham ozdiruvchi, ham qavziyat muammosidan xalos bo'lishingizga yordam beruvchi super ichimlik tayyorlaymiz. Bu juda ham kuchli ichimlik hisoblanadi. Bu ichimlik yordamida siz surunkali qavziyat muammosidan xalos bo'lasiz. Ichaklar, shlaklardan tozalanishni boshlaydi, ichki yog'lar erishishni boshlaydi. Aynan mana shu ichimlik orqali men 105 kilogramm bo'lib yurgan paytlarimda surunkali qavziyat muammosidan xalos bo'lganman. Bugun shuni sizlarga tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga 1% kefir kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kefirimiz suyuq. Bu ezilgan imbir. Tayyorini sotib olganman. Bundan mana shunchagina solasiz. Ko'p solmaysiz, achchiq bo'lib ketadi. Agar ichib bilsangiz, ko'proq solsangiz bo'ladi, lekin mana shuni o'zi yetadi. Kimdir mana shuncha solsa ham bo'ladi, effekti zo'r bo'ladi, lekin ta'mi nordon, achchiq bo'lib qoladi. Ichib bilsangiz, tayyorlab ko'proq solsangiz bo'ladi. Bu limon suvi. Limonda allergiyasi bo'lgan insonlarda limonni ishlatish mumkin emas. Keyin olivki masli. Juda ham zo'r bu olivki masli. Ichaklarni shlaklardan tozalaydi, surunkali qavziyatni oldini oladi. Bu ichimlik bilan birgalikda siz bu ichimlikni tayyorlaysiz. Hozir men buni tayyorlashni o'rgataman. Shu orada sizga qimmatli ma'lumotlar berib o'taman. Mana tayyorladim. 1 qoshiq solasiz. Endi qoshiqni ishlatmadim. Aralashtirasiz. Hamma ichib biladi buni. Ta'mi juda ham priyatni bo'ladi. Bemalol ichsangiz bo'ladi. Bismillah. Buni siz qachon tayyorlab ichasiz? Kechki payt uxlashdan 2 soat oldin ichib uxlaysiz. 2 soat oldin eslaringizdan chiqmasin. Ichish bilan ichib bo'ldingizmi 2 soatdan keyin uxlaysiz va ertalab och qoringa 1 stakan suv ichmasdan mana shu olivki massani olasiz. O'sha katta qoshiqda olasiz. Endi to'kilib ketmasin qizlar, chunki men sizlarga haqiqiy ma'lumotni beryapman. Ma'lumot asli berishni yaxshi ko'raman. Endi bunga agar siz mana YouTube'dan ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda havola bor, bosib ro'yxatdan o'ting. Agar siz mana saytdan ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yerda ro'yxatdan o'tish uchun tugma chiqadi. Shu tugmani bosib ro'yxatdan o'ting. Solmayman. Mana shuncha katta qoshiq bilan ertalab och qoringa endi bismillah deb amallab ichaman qizlar to'kmasdan. Bismillah. Mana shu qoshiq bilan bitta olivki masla ichasiz, yog'idan ichasizda 1 stakan qaynagan suvni hoplab ichasizlar. Endi qaynagan suvni birdaniga icha olmaysiz-ku, lekin hoplab ichasizlar. Menga bir umr rahmat aytasizlar-da, real ichaklarni tozalaydi. Buni siz 1 oy davomida ertalab uyg'onishingiz bilan ichasiz. Tushlikdan oldin mana shu qoshiqda ichasiz va ujin qilishdan oldin ichasiz. Va buni ichib bo'lganingizdan keyin 250 gramm qaynab turgan suvni hoplab ichib bo'ldingizlarmi? Keyin mana shu ichimlikni ham ertalab nonushtadan oldin ichasizlar. Bo'ldi. Bir umr davom qilasizlar. Real zo'r ichki yog'larni eritadi. Qavziyatni yo'qotadi. Mana shuni o'zida ham juda ham kuchli qavziyatni oldini oladigan narsa hisoblanadi. Masalan, yana bitta ma'lumot berish esimdan chiqib qolibdi. Bulardan foydalanasiz-ku. Yong'oqlarni, chaqchuqli mahsulotlarni iste'mol qilmaysizlar. Osh, xamirli ovqatlar, makaronli ovqatlarni yemay turasizlar. Chunki siz qavziyatdan xalos bo'lishingiz uchun ham buni davomiyligi 1 hafta, buni davomiyligi 1 oy, 2 oy bo'ladi. Hatto siz 1 hafta ichida, o'sha 5 kun davomida mana shu narsani foydalanasiz va suyuq ovqatlarni ko'proq iste'mol qilasiz. Tarkibida kletchatkasi ko'p bo'lgan, ko'katga boy bo'lgan salatlarni iste'mol qilasizlar. Mana shundagina zo'r muammolaringizga yechim topasizlar. Albatta shifo beruvchi bu Alloh. Biz faqat sababini qilamiz, harakatini qilamiz va Alloh bizga shifo beradi.
qaytgancha shuncha ma'lumot beribman, o'zimni tanishtirmabman. Men Guli Ochilovna go'zal qomat brendining asoschisiman. 6 yillik tajribaga ega dietologman. Ongli ozish bo'yicha ekspertman. Judayam 16 mingdan ortiq insonlarga ongli ozish yordamida sog'lom ozishlarga yordam berganman. Keling, sizlar bilan qisqacha qilib suhbatlashamiz. Xo'sh, ozish uchun nima qildingiz? Bilaman, judayam ko'p yo'llar bilan ozishga harakat qildingiz, lekin natija siz kutgan natija bo'lmadi. 10 kilogramm vazn yo'qotasiz yoki 5 kilogramm, 7 kilogramm vazn yo'qotasiz, shu vazningiz tezlik bilan qaytib keladi va ozishga nisbatan ishonchsizlik sizga kuchli ong ostingizda paydo bo'ladi. Siz ozish bilan birgalikda ong osti bilan ishlamagan holatda harakat qilgansiz. Shu uchun bu sizga samara bermagan. Men ongli ozish nomli marafonga inshaalloh start beraman. Bu marafonga siz qo'shilib, hech qanaqa ortiqcha harakatlarsiz, uyingizda sharoitdan kelib chiqqan holatda ongli ravishda ozasiz. Ong ostidagi bloklarni sizlar bilan yechamiz. Ozishga nisbatan kuchli ong ostidagi ustanovkani qo'yamiz va siz hech qanaqa harakatlarsiz mani 16 mingdan ortiq natijaga chiqargan texnikalarim asosida ongli ravishda sog'lom vazn yo'qotasizlar. Voy, ozganimdan keyin semirmayman degan savol juda ham ko'p keladi. Siz hech qachon sizni tanangizda ortiqcha vazn bo'la turib, bu savolni o'zingizga bermang. O'zingiz anglamagan holatda ong ostingizda to'siq qo'yib qo'yasiz. Ongli ozish bu nima degani? Siz birinchi navbatda ozishga ishonch bildirib, harakat qilib, natijaga chiqsangiz, ishoning, siz ongli ravishda ozganingizdan keyin sizda o'sha yo'qotgan vazn qaytib kelmaydi. Bunga men 200% kafolat beraman. Ozish juda ham osonligini aynan mana ongli ozish marafonimga guvoh bo'lasizlar. Marafonga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, men bilan ongli ozishga tayyor bo'lsangiz, men sizni ongli ozish marafonimga kutaman. Chunki 16 mingdan ortiq insonlarni ongli ravishda ozdirganman. Sizni ham ozdirishga tayyorman. Agar siz mana YouTube'dan ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda havola bor, bosib ro'yxatdan o'ting. Agar siz mana saytdan ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yerda ro'yxatdan o'tish uchun tugma chiqadi, shu tugmani bosib ro'yxatdan o'ting.